Hozir ko'radigan kottejimizni juda ham aql bilan planirovka qilishgan. Bu joyimizni basseyn, hatto terrasasi ham bor. Mirzo Ulug'bek Tsiolkovskiy mahallada joylashgan. Endi uy ichini ko'ramiz. Ketdik. Uyga kirganimizda albatta shunaqa oson kutib oladi. Kichkina. O'ng tomonimizda bitta yotoqxona joylashgan. Chap tomonimizda esa zal joylashgan. Va albatta to'riga kiraverishimizda o'ng tomonda zina joylashgan va shunaqa katta hol joylashgan albatta. Bu yerda kuniz o'tadigan, dam olib o'tiradigan zona albatta. Va birinchi qavatimizda umumiy sanuzel va albatta oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz juda ham katta, shu yerda o'zida choy ichib, bemalol ovqatlanib o'tirgan joyi bor va albatta oshxona mebellarini qarang, juda ham rangini chiroyli tanlashgan. Va albatta birinchi qavatda holdan orqa hovliga chiqadigan joyimiz, albatta orqa hovlimiz bunaqa yashil hudud va ozgina zonamiz qolgan. Albatta bu yerga o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Orqa hovlidan podvorga tushadigan joyimiz va podvorga uy ichidan ham tushadigan qilishgan albatta. Bu kottejimizda hozir 3 ta sotuvda turibdi. Mana shunisi faqat sal boshqacharoq planirovka qilingan. Nargilarda bu joyimizda zal qilingan. Uni ham videosini ulab olaman. Bu joyimiz ikkinchi kottejimizda ko'rib turganingizdek, bu xonaga ajratilgan, bu yerda zal bo'lgan. Zalning o'rni esa mashina qo'yadigan garaj qilingan. Qolgan hamma joyi bir xil. Podvolga uy ichidan ham tushsak bo'ladi albatta. Endi ikkinchi qavatini ko'ramiz. Ikkinchi qavatimizda 5 ta xona, 2 ta sanuzel joylashgan. Katta yotoqxonamizning o'zini ichida sanuzeli ham bor. Endi terrasani ko'ramiz. 3-chi qavatimizda yozgi oshxona, katta terrasa va bitta zal joylashgan. Podvolimizda basseyn, sauna, sanuzel va 2 ta qo'shimcha xonasi bor. Bu kottejimizning narxi 400 ming so'ralyapti. Pastda o'zim telefon nomerimni qoldiraman, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa, bu kottejimizning oldida katta rudi suv oqadi.